Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Biz aldan qatımlıq kitabımızın məzmunları bir ümmetninki, bir milletninki üzüge kelip, huşuğa kelip, oyğunup, andikin dest turup, neticede bir hadarat yaratıp, özünü dünyadan namayanda qilish, yani özünün kimligini ortaga chiqish jarayoni aldan qatımlıq bir qatımlıq jadvallan tushundigan ismida. Bu sahvatdan boshlanadi. Sahvat misallan tushundigandek karvat yatgan adamning ko'zini ichishilab tushundik. Ondan keyin ikkinchi bosqichi yoqda uyg'onish, rasmiy uyg'onish bunda. Yerim emas. Karvatdan tushib deganda. Üçüncüsü nahda, dest turuş o'rnidan. To'rtinchisi ondan keyin hadara degan to'q. Biz hali aldan qatımlıq darsimizda sahvat haqida tushunchalarni o'qib o'tgan bo'ldik. Yoqda haqida tushunchalarni o'qib o'tgan bo'ldik. Bugun keldik va amma an-nahda. Nahda mushu so'z kelgan vaqtda ko'p hollarda tercümede münasip bir şekilde aldık. Yani münasip şekilde bazı yerde güllünüş de mi tercüme kıldık. Bazı yerde dest turuş da mi tercüme kıldık. Mahiyatta okşaş. Meyli bir ticaret sahası ya ki ilmi saha ya ki her kandak bir saha en güllengen vakti en destuğa vakti şu. فهي حالة تالية عندما ينظم عالم الأفكار ويستيقظ عالم المشاعر. Yani fikirler dünyasını intizamlaştırgan. İstiyoglar dünyası oyğanğan vakitte kilediğen yeni bir halet. Hemmesi oyğunup, işlerini retkiselip, en re'lik, en düzgün bir şekilde iş kılediğen halet kelgen vakitte bu haletinin ismi nahda oludu. وَيَنْدَفِعُ الْاِنْسَانِ فِيهَا مُتَحَرِّرًا مِنْ قُيُودِ الْخَوْفِ. Bu vakitte insan bütün sahalerde özünün rolünü qanaqlash uchun liyumarise oynash uchun özünün rolünü oynash uchun rolünü jariy qildirish uchun qo'rqinishning qeydlaridan kishallaridan azat holda intiladi. Yendafi degani intiladi. Mutaharriran azat erkin quyudul xavf qorqinish kishallari liyumarise davrahu özünün rolünü jariy qildirish uchun fi jami'al majalat. Yani bunda vaqtda şu nahda haletide insan qorqinish kishallaridan azat bir şekilde bütün sahalardaki rolünü jariy qildirish uchun intiladi. Yani hem iş öz retiga tushgan. Deymiz qanaqa bazı insanның qani urg'ib turgan deb. Bir devlet nahda oğa vaqtda devletinin qini urg'ib turadigan bir holat bo'ladi. Bir millet nahda oğa vaqtda şu milletning qini urg'ib turadigan bir holat bo'ladi. Bir adam shaxs en güllengen devre deyilse zaten ishqib hamaydigan, menib hamaydigan bir holat shakllanadi. A'raduha al-ijabiyye. Bu nahdanınki icabi taraflarına kelsak, yani insan en güllengen bir devirde nimelerine bayağı icabi noktadan değilse istişarul insan lezzetul amel ve iktişaf vel kuvve, yani insanınki işinin huzurunu his qilishi, bayqash kuvvet. Muşu ameliyat bacıma bu nezriye emas qarindoshlar. Bir işine en güllengen vaqtida hamaysizlar. Lezzetul amel degan şu. Hatta bu alaqı noqul bu milletning xizmatlar emas har qanday soha. Masalan, ticaretin normal olib qolsa, yani anda bek bir ko'ngildagi olmaz qolsa, ertagan chiqib kechgacha bika oltib do'konda kirsam qattiq charchaysan. Ammo tijorat qattiq gullangan. Voy bu tijorat ilgarilab ketib boradi. Bulturqudun bir yil eshib ketdigan vaqtda kunda 16 soatdan ortiq ishlasam faqat charchash qilmaysan.
Biz hayatımızda jiq ko'rdik bu ahvolni. Her güne ticaretning yangi usullarini bayqaysiz, iktishaf. Qilgan bir xil kuch-quvvat qo'shiladi va quvva. Endi mushuni aynısını mushu sohaga ekansak shu. Güllengen devir degan insan haradigan devir emas, faqat hamaydi. Qilgan siri huzur. Fahiya halatun tetakhallalu kull ashkalil hayat. Bu shunda bir holatki bu nahda deganimiz hayat shakllarining hammasiga kiradi. Men bu hayatni tijorat misol oldim. O'qishmi shu. Harbiy ishlarmi shu, yangan siri yangiz qildigan. Jangga chiqmasa askarlar xafib qoladigan men chiqsam bo'ldi deb. Mandachu. Va halatun shunda bir holatki vaqtga ummat hayotida o'z qiymatini beradigan. Bir minut vaqtni mo hisoblaydigan. Adam. O mening 1 minut vaqtim deb bunda vaqtni bekor o'tkazmaydigan. Va yükselish tafavvuq degan gap eng a'lochi bo'lish va ibda kashf qilish yangilik yaratishga ularning taqdirini bahosini beradigan bir holat bu. Innaha marhalatun, bu shunday bir holatki shaqratmalarninki bulduqlab eqish bosqichi. Marhalatu tadaffuq ash-shallal. Shallal shaqratmalar. Tağ tarafdan pastga suv eqib tushdi ya, ashta ya'ni shallal deymiz. Shaqratmalarninki eqib tushadigan bir bosqich. Ki bu shaqratma sahva deb ataladi. Sahva shu. Mushu itlib chiqsa bu nahda bo'ladi. Nimishqa desa hayotning bütün sahalarının hammasini meyli ilmi sahası, meyli ameli tatbiqi, ameli sahası olsun, yana bir ko'rinishga kirgizsin uchun. Li yusawwiga kull majalatil hayat sayagatan jadida. Fi marhalatin nahda bosqichida izdinish, tafakkur qilish, ibdaat ijodiyatlarning tug'ilishi qatorliq ishlar ki haqni quvvatlan ta'minlaydigan ish narsalar dunyosining paydo bo'lishi uchun asos soladigan ijodiyatlarning tug'ilishi qatorliq ishlarning hammasiga umumlashadi-da, bu ikkisi billa mangadi. Yani nega qarasang hammasi izlanayotgan. Bu gullangan bir millatning ifodasi. Nega qarasang izlanayotgan. Nega qarasang tadqiqot, nega qarasang yangilik manda shaklda mangadi. Ve ahiren ta'ti al-hadara. Endi biz millet huşuğa geldi. Uyg'ondi, dast turib gullendi, oxirgi natija nima bo'ladi desang, hadorat. Ya'ni davlat quriydi. Binokorlik, ya'ni shahar quriydi, o'zining jamiyatini qurib chiqadi, o'zining shahrini qurib chiqadi, bir madaniyat shakllantiradi. Taraqqiy qilgan bir millatningki madaniyati bo'ldi. Tarixda shu amaliyotda bizning millat oxirgi 2-300 yilda biroz nima qilib qolgan bo'lg'achqa bizning birasiga ko'rsatilgan madaniyatimiz bo'lmay qoldi-ku. Birisi buning shu oxirgi 2-300 yildagi bizdagi cho'kish, yana birisi shu dushmanning, Xitoyningki nihoyat sistematik bir şekilde, mumanhaj bir şekilde bizning qadimgi madaniyatlarimizning hammani birdan chandamay yo'q etishi. Buni bizning qarab turishimiz endi. Bu madaniyat, shu hadorat degan gapga vaqtda sal qaramang. Agar bir millatning yoki bir davlatningki bir hadorati saqlanib qolsa, bir madaniyati saqlanib qolsa, o millat, o davlat o'rilib 500 yildan keyin qayta o'rnidan qo'pag'il bo'ldi. Bak muhim narsa. Bunun tipik misali belki menden burun kelgensizlar Türkiye'ye. Ben Türkiye'deki şu Selçuklu'dan qolgan bazı cami, Osmanlı'dan qolgan bazı cami, bazı imaratlarga qarasam, ko'z oldimga şu vaqtdagi saltanat keladi. Şu vaqtdagi musulmonlarning izzati keladi. Bugun shu nihoyat kuchab, injiqlab sog'an masjidlarimi, camilarimi tanqilanmaydi-ku. Bugun taraqqiy qilgan bir dunyoda, hamma narsa mashinalashgan bir dunyoda sağan mescidler, camiler
Öz vaqtda sağan camilerge hargiz tenken. Muşuna qarab, şu vaqtdaki musulmonlardagi güç meni ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Da bir xil ichimdan nima uyg'onadi bilamsizlar? Yine biz şu öz vaqtidagidek kuchli holatga kelalaydi ekanmiz. Chunki tarixda bir ixtim bo'lib ekan deydigan bir xil tuyg'u. Endi madaniyati yo'qolgan yoki madaniyati yo'q bir millatga qarab boqaylik. Qarasa hech nimasi yo'q. 100 yıl aldığı bağlaydıgan hech nima yo'q. Bital kona abga imoratimi yo'q. Xitoy mujnoqni tushunib qolganlikchi. Hammani yo'q qildi. Tamam, sizlar bizde o'qidik, bildik deyilib, bundan keyin kelgan avlodlar nega qarasa Xitoyning narsasini ko'radi. Nega qarasa Xitoycha bir narsasini ko'radi. Shuning bilan uning da o'zi tirilishdan ilgari ruhi ulab bo'ladi endi. Bu bek muhim narsa. Davatudu ve hiye haletun kitap qaranglar. Min bina'in namuzaj al-manshud fi alamil vaqi. Bu degan shuna bir holat ki real dünyada talep qilinayotgan bir namuna qurib chiqishdan iborat bir holat bu. Ulgu qurib chiqish, ya'ni boshqalarga ko'z tush, keyingi avlodlarga ko'z tush. Biz manda qildik, sen qilma degandek bir ifoda bu. Chu boshqa narsa emas. Mutamassilan misalan taraqqiy qilgan fikri ulgularda temsil qilgan shaklda aloqa dunyosi, taraqqiy qilgan ish harakat dunyosi ve maddi sanoat ve mimarchilik ve fenni san'at jihatdagi ishlab chiqarishdan iborat bir taraqqiy qilgan bir dunyoda temsil qilgan shaklda namuna qoldirish, namuna qurib chiqish. Nega qarasa, masalan, men Misrga borgan vaqtimda Misrga borib qanchalik vaqtdan keyin deyman, tam esimda yo'q, ammo nimaga bir chiqdim. Balkim aranglarda Misrga borganlar olsanglar bilishinglar mumkin. Muhammad Ali'nin qal'asida bir qal'a var. Bega chiqib buni uyg'usagan narsa nima desanglar? Mamalik vaqtidagi zambiraklar. Mamaliklar Osmonlining oldidagi bir hokimiyat endi. Zambirak debdimi? Mamalik vaqtidagi qurollar. Osmonli davridagi qurollar 300 yil, 400 yil ilgari zambiraklar. Mushlarni ko'rib qadam men o'zimning millatini Turkistonda qolib qolgan 300 yil ilgari nima ish qilgan bo'g'aydi, u zambirak ishlatmagan bo'g'aymi deydigan bir xil tuyg'u kallamda keldiki, ya'ni nima deymiz endi millatning o'tmishidagi bir saltanatni aslatgan narsani o'ylayolmadim. Ya'ni Xitoy bu jihatda utuq qozonibdi. Masalan, menda bir yaşım şu vaqtda 30 atrofida, 30 atrofida 2013'lerdeki, 2014'lerdeki gaplar. Adamning kallasidan millatning o'tmishini butunlay silib supuribdi endi. Silib supurilibdi. Buni hammasi nima desa, dalaqi hadaratni yo'q qilishdan kelib chiqqan ahvollar. Endi shu qal'adagi ba'zi buyumlarga qarab, masalan, shu Misr bugungi kunda bir abgabi davlatga aylanib qoldi ko'zimizda. Amaliyotda 30-yildan tortib tam shu 60-yilgacha Misr Yevropadan go'zalendi. Yoki Yevropadagilarni bir xil havas qilgudek bir taraqqiyotga ega bir davlat. Shu vaqtda 30-yilga aeroplan deb qo'yib qo'yibdi masalan. 40-yilga aeroplan deb qo'yib qo'yibdi ba'zi aeroplanlarni. Masalan, aqallisi. Mushtabir ahvollar bor endi. Mushtabir ahvollar bor. İşqib demek çoğulum şu, yani bu qarinishimiz Mamalikli sen chiqildan keyin debdi, to'g'ri sen chiqildan keyin Osmonli o'rgan emas Mamalikni, Osmonlining oldidagilar. Shu davrlarga to'g'ri keladi endi. Endi mening demek çoğulum şu qal'ada qo'yib qo'yilgan o'z vaqtiga oid nurg'un narsalar meni bir xil qildim deymiz endi etkiledi, yani ta'sir qildi. Şu vaqtning gullangan, şu vaqtning bir umumiy atmosferasini ko'z oldimga qana qildi, keldi. Mushlarning hammasi hadaratning nimasi, kuchi, hadarat paydo qilishning ahamiyatini ifoda etadigan bir narsa. Ya'ni bir millatningki madaniyati shu millatning farzandlariga büyük kuch urdi. Hozir hamda sizlar shu to'p-to'ptag'anlar, darsxona o'tag'anlar, men daxil millatimizdan kelaqi bizga qoldirib ketgan narsalar haqida o'ylanib boqaylik desak,
bir narsa yo'q endi. Xudoyim bergan bir hitga jamiyimiz bor. Qolganda o'ylab baqsaq, hammani Xitoy yiqib, chiqib, asosan yo'q qildi desak, bo'ladi endi asosan. Meşru'un yakda, yani uyg'unish planı. Bence kitap uyg'unish planida bir narsa yozibdi. Biz faqat bunun nazariy qismini o'qishdan boshqa kitap mashinasi ololmaymiz. Haqiqiy oladigan yer ne desanglar, o'zimiz. O'ltagan, buning ovozini anglayotgan har bir qarindoshning kallasida qanday qilib biz bu millatni o'qitamiz. Bu ummatning bir parçası olan milletni uyg'otamiz. Nereden başlayımız? Daha da hem öylende azırak bir nim peyda oldu, sizin peyda oldu. Burunqi uxlab yatgan şirin uyqumuz biraz bozuldu hem öylenden ki bu şey 2-3 yıl işide. Burun Xitoyga bir qishini ko'tarib qarg'ala olmaydigan kishilar bugun Xitoyning dushman ekanligini tunudi. Burun jillab Xitoyga xizmat qilganlar. Bugun Xitoyga har qancha xizmat qilsam, Xitoyga yaramaydiganligini tushunib yetib, sep almashtirdi. Güzel ahvol. Yani biraz baş da medridi yani. Qaradoq atrofga, qaradoq. Lekin her halda yani gunga. Her halda gunga biraz. Tuluq munda ko'zimiz açılgan bilen zihnimiz tuluq uyg'unib bulanmaqlıq. Muş uyg'otish qana şekilde buludu. Haqqida her bir şahıs o'ylanish kerak. Her bir şahıs hazırdan başlap o'ylanish kerak. Kitap hemen dep o'ylamaqlar. Kitap munda bir qalamda munda qanaq birdi, sizib birdi qarindoshlar. Mana sizib birdi. İnne merhalete sahwa qad istawfat ahdafها. Yani huşuğa kelish, ko'zni echish bosqichi nishonlarining ham to'liqlab bo'ldi. Ve onun o'zining mevasini ummatini dast turg'izish, gullitishni maqsad qilgan energiyadan shakllangan bir seldek eqin şekilde mevasini berdi. Yani demek ki o'g'ini millet biraz uçuğa geldi. Hemmisi ko'zni açıp onga solga qarab atıdı. Vel hacetul an hazır ihtiyaç olsa yakda basqıçıga yani uyg'unish bosqichiga yetkilishga nayti ihtiyoç zurur. Muliha degani zurur. Nimishqa bu mübarek energiyani bütün tirishchiliklarning hammani gullanish gullanish yo'liga bütün tirishchiliklarning hammasi shu tarafga qanaqilsin uchun intilsin uchun maqsad uchun istirogilik bir planga mos shaklda mübarek energiyadan foydalanish uchun uyg'unish bosqichiga yetkilishga intayin ehtiyoj muhim. Bir qarindoshimiz mamoliklarning qurg'uvchisi haqida gapirdi. Mushu qatim manda bir filmdan birisi ishlandi. Qarasanglar, ko'ringlar. Bu gapni qisib qo'yay. Bu filmga imorat 50 milyon dollar mablag' soldi. 50 milyon dollar mablag' soldi. Film 14 halqa. Filmni asosliq Misr ishladi. Tunusda suratga oldi. Filmning ismi Memalikunlar. Yana filmning tasvirlanigini nima desanglar, shu O'rta Osiyodan, yani bizning yurtlardan qo'l shaklida ko'tarilgan. Hisobda ben tarixda Türk deb qarayman, ular Türk tutushi deb qarayman. Kishilar tarafidan Misrda qurilgan bir davlat, yani qullar davlati deb ismi shu Memalik. Mush film ishlandi. Filmning asosiy maqsadi Mamaliklarning oxirgi davri ulab, Mamalikunlar ismi. Mamaliklarning oxirgi davri ulab, eng oxirgi Mamaliklarningki shu vaqtdagi rahbari Tubay, G'udayma ismida qilishsa, tarixda shu Tubay deb yozilgan.
Ya başka hata dep koydum mu? Işkıp şunarak Tubay. Şu ne? Selim Evvel. Selim Evvel öldürdü yani. Memalikler hesapta şu vaktinin özüdeki İslam dünyasıga vekillik kılıvatkan bir siyasi güçendi. Ondan başka Osmanlı'yı hem de resmi Osmanlı devleti olup halife olup ilan kılınmaklık vakitte. İtiraf kılınmaklık. Ama Osmanlı'la hesapta Osmanlı askerleri Suriye taraftaki memaliklerini bir taraf kılıp yani yenip andaki Mısır'a yürüyüş kılıp Mısır'da Tubay'ını dağısıp Mısır'da saklanıvatkan namdı halife var. O vakitte halifenin Abbasiye halifesinin gücü asasen yok olup degендей namdı halife var. Andaki şu vakitte şu namda olsun bir halifelik vardı. Halifelikninki töt mezhep nemeleri var ki mubtileri var. Muşlarning hemmisini hesapta İstanbul'a ötkeydi. Şundan keyin İslam dünyasında bütünley Osmanlı halifelik dep resmi qanday qılındı, itiraf qılıngan bir ahvallar vardı. Mamalikun narığı deymesmi. Ben filmnin gibini qilishimning bir sebebi bir qarindishimiz menga shu mamaliklar tarafida gibini qildi. Qarasam bu film bek zahir filmchu. Mamaliklarning tarixini yozaqliq, ama maqsad bunda mamaliklar bilan Osmanlı'ni favqulodda bir-biriga zid bir holatga ko'tarib akilish. Zid holatga ko'tarib akilib Osmanlı'ninkini, Osman halifeligininki meşruiyetini butunlay yo'q qilish degandek bir maqsadlar niyat qilingandek zahar ichirilgandek his qildim. Şu arada bu filmga munosabatlik bir topga kirib qoldim. Top asasen Mısırlıklar bilan şu nang tarafdor bo'lgan insonlar bilan to'shaqkan. Şu yerda mamaliklarni ko'tarib Osmanlılarni favqulodda tushirish bir xil eqina boshlangandan keyin men bir og'iz gapni qildim-chu. Mamaliklar mı Türk dedim. Mamaliklar mı Türk desem birisi deydi. Yo'q, mamaliklar asli Türk bo'lishi mumkin, lekin Misr zamaniga ep kelinib hammasi tillerden tatip hemmesi Mısırça olab, Arapça olab, şu vaqtda hesapta Mısırlık desek buludu. Yani bazı dikkat qilganimizda özümüzün tarixini özümüzge düşman qilib, özümüz bilan yo'qotishga urinayotgan bir ahvol bor. Mening nazarimda meyli Mamalik, meyli Osmanlı hemmesi degudek asasen şu bizning yurtlar bo'lib tutuşudu baş nimasi Selçuklardan tatip. Gerçi tarmak biraz farqlanishi mumkin, lekin kallamızda madaniyasını çıkartışımız gerek. Biz hazır kadar en tatkan hapılıktan birisi neymi o desanla? En tatkan hapılıktan birisi neymi o desanla? Milletinin güllünüşü, milletinin güllünüşüge karşı şu milletinin içindeki perzentlerine işinip kalışçı. Perzent hep atap duray. Yani bizning milletning tili bilan gap qildigan, bizning milletning ichidagi shu milletning gülünüşüge qarshi adamlar ishiga ishinib qilish. Mening kallamda shunday bir uqum bor. Bir meşru, bir plan, bir gülünüş, bir o'rndan saklab dast turish o'xshash ideyadagi kishilar bilan bo'ladi. Har kuzmu tillan mencha aloqasi yo'q. Gerçi ko'p tarafini til tashkil qiladi. Ama ideya favqulodda muhim. Bugungi dunyoga qarab baqsanglar, biz o'zimizninkiga kelishdan ilgari boshqalarni tasavvur qilib, tahlil qilib baqsaq, biroz tushunishimiz mumkin. Turkiyada cho'ng ikki iqlim bor. Birisi navbatchi Turkiyani boshqarayotgan Türk İslam dünyasını qaytadan bosh ko'tarmoqchi bo'lgan bir iqlim. Yani birisi bu ulama özüne Türkiye'ni taraqqiy qildirimiz deb o'rtaga chiqirliq. Ama hakimiyet tutgan 60-70 yılının yaqida hakimiyet tutuş jarayonida hech bir bu Türk milletiga, Türk devletiga bir yaxshilik qilmagandek bir insonlar bor. Ama umu Türkçe, parangning tili Türk, bunun tili Türk. Umamda özü Müslüman deydi. Ne ötküp kalsa şahsi Müslüman deydi yani. İlmani deyimiz biz. Hem de Türkiye'de yüzünden nezirimizden kaytırıp
Misr. Nimishqa Misrni davomli misolga olamiz qarindoshlar desa, ma Arab islom dunyosida yomon cho'ng rol o'ynagan bir davlatchu. Endi Misrninki diki o'zgarish hammaga ta'sir qildi. 2013dagi Muhammad Mursining chiqib ketishidan tortib biz buni farq qilsak bo'ladi. Bundan burungi tarixda shu. Misrninki islom dunyosi qildigan, Arab dunyosi qildigan ta'siri favqulodda yuqori. Misrning o'ziga qarasanglar, bugun hokimiyat ustidagilar, agar Misr yashasanglar, agar yashab baqqan bo'lsanglar, his qilasizlar, ulardan so'rasang normal o'zi musulmon deydi. Masjidga kirib namoz o'qiydi, Qur'on o'qiydi. Hatto tahi hofizlar va ularning ichida keyingi birmuncha mollalarni, axunimlarni qanaqaliq ergashtirilgan. Lekin ketayotgan planga qarasanglar, ketayotgan planga nishon qarasanglar, tamamen teksizlik shaklda islomni yo'q qilish tarafga qarab ketib qolgan bir ahvol bor. Ama bizning eleştiradigan bir mesele, mushuni biz haqiqat tushundirilmaydigan bir mesele. Yani musulmon, o'zi musulmon deb turgan, musulmon otliq, musulmon tilliq bir maxluq islomni yo'q qilish tarafga qarab mangsa tushundirilmaydi ma'ni. To'xta deb bunga qurol ishlatish to'g'ri kelib qolsa, haqiqat tushundirilmaydi buni. Akaplar nima bo'ladi? Musulmonni o'ltirgan xato o'timiz. Musulmonga qurol tanlagan xato o'timiz. Masalan, o'tgan menda bir savol so'raldi mendan-chi bir. Tunishimiz ham o'zaro. Turkiya birislar shu o'tgan bir yil ichida harakatlarni qildi Suriyada. Harakatlarning asosli yo'linishi shu PKK, hamma bilasizlar. Bunga qarta oldi. Birsa deydi menga, nihoyatlik ochiq, boshqa nuqtadan ochiq kelsa mayli etdi. Mening alaqabak diqqatimni tortmaydi. Bu PKK'nın içinde Müslüman batırsa, bunu namazı koyduğun görtültüsa deydi mesela. Ben ibayetin bir ners desem bir kardeşimiz nime bilemedim kayıt bir düşündürsünüz ustaz depti. Yani ki okşaş tilde sözleşti Allah'ımız, okşaş ideyadaki kişiler bir planını ortaya çıktı desem. Ben biraz bunun yani içki ilgirilip girmekçi. İçki ilgirilip girmekçi yani ne mi desem? Bugün dünya ne? Müslüman kafirler siyasi noktadan işkiga arış bizga yaramaydı. Bugün hatta Müslümanıma, ama gepimden alakalı içki nokta qaranglar. Bugün Müslüman deb turgan adam mı İslamni yıkıdığan planның içinde urun elayotgan bir ko'rinish var. Bugün ortadaki umumi siyasette dünya şuna bir halga ekileldi ki men Müslüman deb turgan bir adamni, bir millet, bir devletni İslamni yıkıdığan sep taraftan urun aldırıdığan bir dereceye yetdi. Etraf qo'shnilarga qarab baqinglar. Orta Osiyodagi o'zini Müslüman, Türk deb turgan devletler qaysi sepda masalan? Sep meselesi. Tabii ki biz ularni bu septin urun aldı deb hammamizni kafir deyemaymiz tabii. Saudiya Arabiston qarab baqinglar masalan. O'zini islom davlati deb turdi, voy maşallah. Şeriatni tatbiq qildik deb turdi mesela. Va boshqa misol qilsam yomon ko'p butun davlatlarga qarab turinglar. Sep tutish jihatda. Agar sizlar oldinglar xaridni qo'yib turib butun davlatlarga qarab turib, zaten kim qaysi sepda deb bunday qarasanglar, 100 yillik o'zgarishlarga qarasanglar, faqat bunda haqiqat tarafda turgan, islomni o'rindan qo'pirash tarafda turgan sep bilan islomni örüş, yatqızış taraf turgan ikki sepni ham ko'ralaysizlar, ikki sep. Xususan mening kuzam, ma kuzam faqatgan bir tarafimdi. Tabii ki bundan shaxsiy qarashim. Sizlar qabul qilamsizlar, qilmamsizlar, sizlarning qarashinglar qanday, bu sizlarning ishinglar. Mening shaxsiy qarashimda bugun islomni o'rindan turg'izimiz deb mushu nuqtadan sapagan davlat yoki tashkilotlar deyilsa, sanash to'g'ri kelsa, masalan bugungi kunda Türkiye, Katar, müdahale devlet derecelik noktalarında var. Devlet olanmagan bazı şibihi devletler var. Onu demeyim ben. Türkiye, Katar, andın kin Kuveyt biraz var. Belki yok. Azrak var. Hazırki Tunis mesela. Tunis'ten biraz müşteripliğe pırak var. Eğer ölüp ketmeye kalsa Allah yollarını açık kılsa bugünkü Libya Arapçadagi Hukumat-ul Vifaq Libya deydi ya. Bular tegibek yaxshi demekçi bular.
Muşuna bir qancha devletler ma esanıldı bolsun. Bir qancha devlet. Yıkamaz. Masaptın urunu ağalla. An qağalla yeni bir septi. Teşkilatlar adını desek mesela İhvanul Muslimin. İslam'ın orundan turğuzumuz dep orundan çıkıp 80 yılına hakkında üzlüksüz kuraş kılavatkan bir teşkilat. Türkiye'deki yani İslamçılar, Türkiye'deki İslam, bunu adli gitmez. Ma hükümetinin mu kuşluk altı yapısı ba muşu noktadan. Ana hükümet bunda çıkıp lekinde bir Erdoğan indin çıkıp bir yeni bir isim indin çıkıp bu qağa hükümet demez. Bu bir 40 yıllık, 50 yıllık hatta eğer sozsak Aşhalipi ölgenden tatıp kılınavatkan bir hareketinin ahırkı neticesi bu. İhvaladım kurelge o netice işkeme olmuştu ama Mısır'daki suikastları yani Mısır'da aciz kep kaldı. Uçtuk hem de kılsak hem de. Bu 80 yıllık bir plandan tırışçalıqның neticesi. Ondan kin mening da köz düşümde hem de doğru mu hata mı? Doğru. Her kanda köz düş, tahlil, doğru hata ihtimali var ya. Osmanlı halifeki ölgəndəkin İslam dünyası başsız qalğandan keyin İslam dünyasındakı muşunoq köngül bölgən kişiler bunda iki türgü bölünüp durup qana qılınaqlıq hareket edebilir. Bir kurallık bir şekilde hareket edebilirlik. Yani birisi siyaset noktasında edebilirlik. İhvallar ikkilisini qıp baqqanlar. Yani iki tarafga bölünüp kurallık ve siyaset dep. Hem siyaset cəhəti biraz usturaq hem de ular kurallıqni üzdün arıvı tıqlıq bunda. Oturunu üzü tıqlıq. Nişqa kurallık teşkilat kurallık degen gap bunda etişidu degen gapçu. Üzümü atıdıp düşmem azı degen gap. Yoquluş ihtimali belki yoqurçu. Asalla məğlub olğandan keyin lam qarşısındakı kirotu var. Dünya tarixini tatib olğan ahval yoqutilish xavfiga duch keladi. Onda olğandan keyin söyrəb əkir ketməslik üçün tuxumның həmmini bir səvətki salmaslik üçün oturunu üzü ötüdü. Mesela Palestindeki kurallık teşkilatının hemmesi İhvanның quruqı degidek asasen. Andakin İhvanның siyasi quruqlarını desek mesela hazır Marrakeş'te var. Tunis'te asası güçlük bir orunda hareketin nahda bu İhvanның quruqı. Bu şekilde andakin Türkiye'de şu hazırki hakimiyet beşidekiler şularının nimesi quruqı. Bula net çıkıtım beşine götürüp net çıkıtım tayak yap. Mesela İhvanlar çıkıp kettiğimizde kim onu işte. Yani çıkıdı bence. Bulumuna çıkıp düşüp gidip dağa aslip gidip mesela Müslüman. Adnan Menderes degen Müslümanın ki bir terapi mesela. Necmettin Erbakan deyimiz bu andakin bugün gündeki Erdoğan emmesi siyaset babıda nimiş kılış kereklikinin pek uzun tecrübelerden kin öğrengen bir ahvalla. Yani bugün umum İslam dünyası qarasa İslamni bunda terakki kıldırımız, İslamni tirgüzümüz dep hareket kılıvatkan meyli devlet yoki teşkilatlar asasen bek yo'q deyarli qarindoshlar. Favqulodda yo'q deyarli. Bir odamninki masjid namoz o'qishga ishonmaydi. Onu biz musulmon deymiz bir kishilik. Biz musulmon haqida gap qilmaymiz hozir. Bir odamning shaxsiy musulmonligi u shaxsiy o'ziga oid masala. Ama musulmon bo'lgan bilan islomni tirgizish uchun harakat qilish ayrim bir masala. Bizning hozir tilg'ayotganimiz dal ummatni, millatni o'rnidan dast turg'izib harakat qilish masalasi. Yani biz şu tahlilimizni bizning millatimizni oldimizga shunda hayit şekilde qo'yib qo'yib turib qarasak, mening bilishimcha hozirga qadar bizning millatni dast turg'izib, taraqqiy qildirib, Xitoyning qo'lidan qutqizadigan bir keng ko'lamli plan bo'lib boqmadi. Mesela men uchun ihvolni misol qolaman, men uchun turkni misol qolaman, chunki bu 100 yillik bir kurish var buningcha. Ögünüş garzıydı. Onun her bir tarafları bizge düşmeydi tabi ama umumi hareketi, umumi kuruluşu bizning ülgelişimiz garzıydı. Bizde hazır kadar yapıp bakmadı. Bizde bolsa qanday ish bo'ldi desanglar, bunda direnish deymiz bunda. Özümüzning eng men maqtash garzıydigan bir tarafı Uyg'urlarda Xitoyninki bizni yo'q qilishiga qarshi da sukutlan qarshi turish, o'zining Uyg'urligini saqlash, musulmonligini saqlash uchun tirishish ma bo'ldi deb qarayman dedi. Buni biz farq etilib farq etmaydi. Ta hozir qadar bizning bizligimizni, yani bizni veyzo qilyotmay Uyg'ur holatda, musulmon holatda saqlab qolgan bir tirishchiligimiz bor. Unda ba'zi buni tasvirlash to'g'ri kelib qolsa, usimi jim turib olgan, tilisimi jim turib olgan,
tepsimi jim turib elib, özünün mevcudluğunu saklagan bir görünüş var bazı adamlarınki. Aşta bir şekilde kıldı. Ondan başka paç şekilde yanımda kurallık Xitayga bir vasıta karşı paç hareketlerini, o hareketlerin planı neç günlükten artıq emas, neç aylıktan artıq emas. Aşta bir uzun stratejilik plan bilen bolmagan bu açqa hazır kadar mağlup bolup geldi. Hem umumy karakterden qarsak mı, o şekilde kılıngan hareketlerninki mağlup bulduğunu iniq. Mesele böyle bizge yakmısımı yoki köngülümüz bunu deyişki kütəmisimi demey olmaydı, mesele iniq. Yani o addi gep emas, bir milletini des ornudun turguzuş meşrui onda addi näse emas. Onda addi plan emas. Töt eden bir katakla çekip kıldıgan näse emas. Yoki ekeplikinde kolga çıkkan näselerle karşı tarafın aldığı yürüp baradigan plan mı emas. Şoň başka bu cəhətdə insan başkalarına qarab ügün deməz mi? Yok yadımızga vahiy kelmeydi. Şoňa etrafımızdaki bulup atkan küreşlerge qarap bakmak lazım, tırçalıklara qarap bakmak lazım. Yani ahiriste men demekçi olan zil gepimden birisi var. Bugün bir adamninki Uygur emasligi. Hatta texmi inqiytap Müslüman emasligi muhim emas. Nima muhim bilemizler? Muşu planga hizmet kıldıqanlar kim? Bu plandan karşı hizmet kıldıqanlar kim? Plan nima? Bizning milletni qutquzuş. Türkistanni Xitoyning qo'lidan ozod qilish, Sharqiy Turkistonni. Muşu planga kim hizmet qiladi ve bunu kim yıqidi? Buni oğlan qarash kerak. Ve mening kalamdamda ve bütünley bizning stratejik ittifaqlashish, qo'llash, birga menish planimiz bilan qarshi muşasatı bo'lish kerak. Meyda men bir narsani endi ba'zilarga nisbatan rezillik tuyuladi. Planga karşı çıkan adam, mesela bu planın bir yumuşak şekli var, qattiq şekli var. Siyasi üstel oturup dijitagan tarafı var. Belki gün gelip Allah jang meydanlarını hazırlaşı mümkün. Jang bilen, uruş bilen hal kıldıgan tarafları var. Muş taraflarda qaysi şekilde käsi bir adam aldığımızga karşılık kılıp şu şekilde red qaytırış, şu şekilde onun üzünün kelgen yoluyla karşı duruş bu yolda meşru. Yani her kanca ben Müslüman dep kallasga selini yugan yögep sakalını uzun koyap ama bu planga karşı olap gelse onu bu yoldan süpürüş gerek. Benim karşım şu. Çünkü siyaset müşterak bir neyse. Her güzellikle tarihten tatip bizon taatkan zihnimiz şu. Tarihten tatip bizon mesela bir tarihini tepirey. Hemen bilisle azrak tılga asamlam insanlar geliyordu. Bizni işki qitimliq bir tungan aldırıp ketken bilisle. Ben bir yerdelikle tungan aldırıp ketkende tunganga karşılıkını ifadelemek emas. Mening ifadelemek olan karşılıkım kim dese, muşu planga karşı çıkan her qanday adam. Milletni oyg'otish, milletni gülletish, Xitoyning ishg'oliyatini qutqizish planiga qarshi chiqqan har qanday adam bu planning dushmani. Mayli o Tungan bo'lsin, Arab bo'lsin, Turk bo'lsin, hatto Uyg'ur olsun. Plan karşı çıkan her qanday adam bu planning dushmani. Plan tarafından muvaffaq bir şekilde onun müdafiə alsa, onun zararını saqlanish uchun harakat qilinsa tamamen bulut deb qarayman. Mening shaxsiy qarashim. Şu bizni ikki qatimliq Tungan Qur'on o'qib turib bir taraf qildi emasmi? Yani şuna siyasi saha bekzreklikni talab qildi. Bizga do'stlik izhor qilib kelganlarning do'stlik izhorining keynida nimalar yurishini bunga diqqat qilish kerak. Bizning tilimizga qilib kelsin, arabchaga qilib kelsin, turkchaga qilib kelsin, xitoycha, inglizcha qaysi tilga qilib kelsin, zaten maqsad nima? Bizning bu planga töhpisi qo'shilamdi yoki zarar yetamdi? Mushu. Hazır dünyanın umumi yo'linishi shu bayatındagilimdek ikki yo'linish tulab qoldi. Birisi yiqitish yo'linishi, birisi qo'pirash yo'linishi. Biz qo'pirash tarafga qarab manganlar. Gerçi sanımız az olsun ama. Ma dünyadaki umum ahval qarag'an vaqtda biz yo'q sanjima qarindoshlar. İslamni qo'pirimiz, musulmonlarni qo'pirimiz, İslamni qaytadan o'ndan dasturimiz deganlar. Davlat nuqtasini san o'ylasanglarmi bek az. Millet noktasının sanı sağlama bek az. Şahsının da pert noktasını bir yarım milliyetin artık musulman bolğan bilen hemmisi qanaq uyqudan işide oygaqlarımı özünün musulmanlığını unutup kalıp başkalarının sepebinden
urinib qilaqliq hamda o'zi bilib bilmay shu darajaga akil o'toqliq bizni shu. Ya'ni siyosat degan ashta yomon narsa ekan. O'zimizga qarshi bir holatga akillik. O'zi musulmon bizga qarshi. O'zi musulmon islomning planlariga qarshi. Hayron qolarliq darajada. Inna marhalat as-sahwa kama zakarna tamathalat fi hamas jarif va qillat rushd va juhud qad tabtu mutadariba ahyanan. Bayatın gaplerimden bir gapni qo'shib qo'yib, bir xato tushunib chiqib qolmasin. Men asla va asla ağızdan shahodat kalimasi chiqqan, pishonisi Allohga sayda qilgan odamni musulmon emas demayman. Men aniq kallandı bo'lsin. O musulmon. Kafir demayman asla. Ammo uning olgan sepi haq tarafdimi, batıl tarafdimi buni qarab muomala qiladi. Garchi musulmon bo'lsin. Bir musulmon o'g'irlik qilsa qo'lni kesimiz qo'y. Bir musulmon yomon ish qilib qolsa chalma kesak qilamiz qo'y, ha? Endi bir musulmon septin urun erishda aqlni yo'qotib, dushmanning sepidan urun olsa, vaqti kelib qolsa, dushmanga qildigan muomalani qilish to'g'ri kelib qoldi. Men mana o'qdim demoqchi. Qanaqdir mening musulmon bo'lsa-mu, islomni o'rnidan qo'pirash planiga qarshi qiladi dushmanim degan gap, u musulmon emas deganlik emas. Balki uningga qilinadigan muomala dushmanga qildigan muomaladan o'xshab qoladi. Masalan, misol bizning vatanda nurg'un insonlar, Uyg'ur tilli insonlar Xitoyga xizmat qildi. Hamma yashaqliq ham masalan, hatto siz bizning tuqqanlarimizning ichidan bor. Xitoyga saqchi bo'lganlar, Xitoyga askar bo'lganlar, Xitoyning siyosiy sohasida xizmat qilganlar. Navbat kelib Xitoy bilan to'qinish yurib qolsa, Xitoyning sepidan shu og'a odamlar, ma Uyg'ur tilida so'zlaydi ekan, ma namoz o'qiydi ekan, ma o'zi musulmon deydi ekan deb turib ayrilish imkoniyati bormi? Yo'q. Chunki Xitoyga qilingan umumyuzlik mayli siyosat mayli askari har qanday hujumda hammasi qarqoyoq ketib qoladi. Chunki ashlar tarafidan nima oldi? Urun oldi, shularning sepidan urun olgandan amal yo'q bo'lib qoladi unga. Ham talab shu bo'ladi. Inna marhalat as-sahwa kama zakarna, ya'ni o'shuga kelish bosqichi biz yuqori degandek bir kelkunsimon qizg'inlikni aks etadi. To'g'ri yo'lni tepishning ozligida aks etadi. Tirishchiliklar qaramoqqa birisi-birisidan zid qarshidek ko'rinadi. Bu, ya'ni uyg'unishda, dastlab o'shuga kelgan bosqichda zid qilgan har ishlarimiz bisiga qarshi. Chunki endi kuchimizni yechib biroz mana o'shimizga keldi. Unda bo'lgan ekan, oldin kuni o'tdi ya. Karvatdan tushiblam kiyim ishkablarga usib birishimiz mumkin, tomga usib birishimiz mumkin, shiralik usib birishimiz mumkin. Ana o'zi bunda bir ahvol. Va marhalatu yaqda, uyg'unish bosqichi degan nima desa, texmo nazar qilish sohamizni texmo ziyoda qilishni talab qiladi. Bahsi izlanish sohasini texmo ziyoda qilishni talab qiladi. Nimishqa yangi vositalarni ishlatish uchun nimaga munosib shaklda ru'yaliqi buyuk planga mos bir shaklda va istirogiylik o'rtoqlikqa mos shakldagi gullanishni orzu qiladigan butun kishilarni bir yerga qana qiladigan to'playdigan. Endi munofiqning rasmiy izohati qarindoshlar, bir qarindoshimiz munofiq deb so'rabdi. Tilda og'izda musulmon deb qo'yib, qalbida musulmon emas. Bizni ko'gayda namoz o'qiydigan, bizni ko'migayda namoz o'qimaydigan. Namoz o'qiylarda tahorat olmasimi, tahoratim ba'da namoz o'qiydigan mashi tip yildizni jin munofiq. Ammo bugungi kishilarga kelsak, ya'ni men ularni musulmon emas demayman degan sababi dal maslimishi. Bularni asallar munofiq chiqaramiz. Bularni asallar kofirga chiqaramiz, maslimishi chiqadi. Men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lganim shu. Ya'ni ko'nglimda ifodalamoqchi bo'lganim shu. Bugun siyosat düşmanning siyosati. Bu düşmanning siyosati kim qaysi düşman bo'lsa bilaverdi. Shu darajada ustunlashib ketdiki, men musulmon deb turib, men chin qalbidan shaxsiy olarak rost musulmon ular. Chin qalbidan, anda munofiq emas. Mening mushu qilganim islomga xizmat qilgani deb turib, islomga qarshi harakat qiladigan holatga keldi. Ma iniq kallanıldı bo'lsin. Bugun Saudiyada Salman Avdiga o'xshash, Abdulaziz Turayfiga o'xshash ko'rminlagan isil haqiqatchi olimlarni turmuga ep minayotgan saqchining kallasida
Men munofiq, ma musulmondan sulavatman deb o'ylamaydi. Aşlaq hüküm chiqarayotgan sotchining kallasida men munofiq, ma ularni turma uslaymi deb o'ylamaydi. Nima deydi desanglar, buni biz degan shu bir davlatning tinchligini saqlovchilar. Munda qilsak savob bo'ladi deb bismillah deb tutdi emas buni. Ma nuqtaga kerak yani. Men man demakchi. Ularni hergiz munofiq digiloma, çünkü munofiq degandan keyin yana masala biroz qanday bo'ladi? Qarshi yani, qarshi elish ketadi. Masala chatoq chiqadi. Bugun hech kimni munofiq deyish bo'lmaydi, hech kimni kafir deyish bo'lmaydi. O'zi musulmon deb musulmonlikqa turib, islomga qarshi harakatni islomga kuyinish deb tushunib olgan bir zihniyat o'rtaga chiqarliq demakchi. Çünkü kishilarni faqat batıl yolda, haq yolda, ma şekilde ayırış gerek. Ve batıl yolda ketayotgan, özünü musulmon deyotgan bir insonlar var. Mısır'da mı şu? O Sisi'nin kendinden menip ketken, o özünü musulmon deydigan, günlük 5 vaqt namazlarını bizden güzel kıladigan, keçisi teheccüdlerini koymay okuydigan o kadar insanlar var. Şu cemiyet gibi bir yaşap bakallar böyle de bunu. Bularning hammasini munofiq deb aytamizmi? Bularning hammasini musulmon emas deb aytamizmi? Yo'q. Mesele siyaset bularning zihniyatini shu darajaga oladi. Yani biz qanday qilamiz endi? Buni musulmon ekan deb turib, navbat kelib qolsa ayash mumkin emas-da, chunki bu siyaset, bu urush, bu kurash bu. Urush kurash natijasi shunday bo'ladi oxirida. Undan sonra davomlashtiraylik qarindoshlar, biroz kechikib qolyapmiz. Uyg'unish bosqichininki nishonlarga kelsak, ummatni hissiyotliq bir hushiga kelish bosqichidan, ya'ni o'zi qattiq qizg'in, Hamas, lekin nimasi oz, to'g'ri yo'lni tepishi oz, ko'z qarashlari tutuq, do'a, lubabiya degan gap hali iniq emas demakchi, tumonli. Ma bosqichdan bir Rashida o'zining to'g'ri yo'lni topgan, aqila ishning masalasining mohiyatini tushungan bir bosqichga o'tkash. Ki qanday o'tkazadi desa, amaliy tirishchanliklarni bütün energiyani toplaydigan bir strategik ko'rinishga mos bir şekilde sistemlashtirish bu orqali tamom bo'ladi yoki sistemlashtirishni bu tamom qiladi. Bir narsani qo'shib qo'yib, aytgan qarindishimizning bularni munofiq kishilar deb tushunsak, munofiq deyishilar yoki bu musulmon bunun zihniyeti mana tushunib qiladigan o'tirgan farq bor. Qanday farq bor? Munofiq degandan keyin bunikini qabul qilinmaydi. Ammo musulmon degandan keyin bular aqliga kelib, hujun tepib, haq tarafga shunda o'timan desa qabul qilinadi. Bu farq bor. Shunga har bir atalg'u, har bir gap so'z, har bir qadamda favqulodda diqqat qilish kerak siyosiy sohada. Mening tushuncham. Andan bu planga xizmat qiluvchilarga kelsak, bu plan paydası var. Her qandaq tirishchanlikni o'z ichiga oladi. Qaranglar, bu muhim nuqta. Zaten mesele til. Hatta mesele o adamning musulmonlik emas, mushu planga paydası var. Her qanday tirishchanlik bu planning ichiga kirasi bo'ladi. Mayli qaysi guruh, qaysi partiya, qaysi muassasa, qaysi hukumat, qaysi mustaqil shaxslar olsun. Yaqdaninki uyg'unish bosqichining ehtiyojlariga kelsak, bizning e'tiqodimizda shunday bir e'tiqod borki, bu bosqich 3 cho'ng omilga ehtiyoji bor. Birinchisi keng ko'lamlik fikriy hozirlik. Ummatga keng ko'lamlik fikriy va uzluksiz fikriy hozirlik ki, shunda hozirlik ki, bu hozirlik bu ummatni ümidsizlikdan tatib olib chiqadi, yentashilha degan. Va bu ummatda ümitni tirildirdi. Bu ummatning savollariga javob beradi, bu ummatning shaklariga javob beradi. Plan ko'z qarashlarini izohlaydi, yo'l sizidi, ummatga yo'llarni ochib beradi, masarat degan. Yani yangi ishga, yangi bosqichning tabiiy bilan mos keladigan darajada yangi bir ish bu. Ikkinchisi, mushu plan nimdi? Mushu planni ish ustidagi hakime deganni men ish ustidagi deb tarjima qildim. Ish ustidagi ta'sir qiluvchi tanlangan guruhlarga yetkazish. Eng go'zal vosita bilan, eng afzal yo'llar bilan. Masalan, plan boshlandi. Millatni uyg'otimiz dedik. Eng tuan qatlamdan masalan, biz desak jamiyatda tabiiy ishning ustundagi odam emas. Jamiyatda nurg'un qurilib bo'lgan bir hukumatlar var islom dunyosida, o'zi musulmon deydigan. Başlıkları namaz okuyduğun mesela.
Etrafta mesela Malezya'ya qarasak, Indonezya'ya qarasak, Yangi Türkiye'ye qarasak, Orta Asya'ya qarasak, hammasi o'zi musulmon deydi, namoz o'qiydi. Lekin bular anda ummatni qutqizadigan nuqta bo'lmag'achqa, ummatni qutqizish plani shuni qanaq qiliqliq ko'z oldimizga kelib qoldi. Endi mushu plan agar imkoniyat bo'lsa, shularning quliga yetkazilib, shularning quli bilan amalga oshirish mumkinlam bo'lsa, buning sur'ati biroz tezlashidir. Aşında oldu da hazır. Bihays taqtani yani qanaat qilgan şekilde. Ma bir nokta muhime. Qanaat qilish muhim. Şuna da Resulullah'ın ki Medine'de çoğ Hudeybiye sulhinden kin çoğ davetini başlaştı. İşte nereden başladı bilir misiniz arkadaşlar? Mısır'ın ki şu vakitteki padişahları Kisra, Mukavqas mesela Herakla Katarlık çoğ devlet rehberliği xat etishlar başlandı. Eğer şula nima qilib qolsa, ishni qabul qilib qolsa, qanoat qilib qolsa, ishning sur'ati biroz tiziladi. Şun bihays taqtani degani shu. Ya'ni madaniy hayotni qaytirib akilish imkoniyatiga avlaviyat atrofida insoniy raqobatga kirish imkoniyatiga qanoat qiladigan darajada. Nereden boshlab desa muntaliqin, ya'ni Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi Allah azze ve celle'nin buyruğu ile başlayan İslami planının kaidesi ulustan başlayan asasdaki işine aşağıdan başlayımız demekçi. Üçüncü besip ütüdüğün basquşlardan birisi İslam ekimlerinin hemmisinin ortak bir hizmet planlarını icat kılış. Ki bu ekimle güllünüşki kızıqıdır. Hem de güllünümüz deydiğin her xil ekim var. Bizden Uygurluğuna başladığında Avrupa'da bir bölük kişilerimiz var. Türkiye'de bir bölük kişilerimiz var. Anlakin Mücahit deb atalgan bir bölük kişilerimiz var. Bunların hemisi maqsadi ummatni, millatni o'rnidan qo'pirish. Millatni Xitoyning zulmidan qutqizish. Mushlarning o'tirda o'rtaq bir plandan birini barliqqa qana qilish ekilish. Nima ish qilsa jamiyatimizni gullatishda kesin bir netijaga eb berish uchun, keskin netijaga eb berish uchun. Mening shu siyoset haqida ketayotgan bo'lgandan nurg'un gap so'zlar bo'ladi, nurg'un tahlillar bo'ladi. Bu bir tahlil, bu bir ko'z qarash. Lekin bu nuqtada bek diqqat qiladigan nuqtamizdan birisi qarindoshlar. Gapning ichidan sharhi qilmaslik. Ya'ni men bir og'iz gapni deyman. Bu gapni anglag'uvchilar manda gapdan ma'ni maqsad qilmoqchi deb ikkinchi bir maqsadni izlamanglar qarindoshlar. Ya'ni biraz sabr qilsak, bir qitimliq darslar hammasi tugamaydi. Bizning tabii bundan keyin oldimizda balkim Alloh nasib qilsa yaman uzun darslarimiz var. Belki uzun bir mezgil bu şekilde qana qilishimiz mumkin ta ki mush darsni anglayotgan har bir qarindoshlarimiz bilan kallamiz o'rtaq bir nuqtaga kelganga qadar. Biz ideologiya dedik ya darsning boshida. Ideologiyamiz bir nuqtaga kelganga qadar balkim davomlashi mumkin. İdeologiyamiz bir nuqtaga kelgandan keyin ikkinchi baradayim bosqichiga andan o'tamiz. Ta ideologiya nuqtasiga kelmaganga qadar bizda baradayim shakllanmaydi. Chunki qilolmaymiz. Chunki mening nishonim g'arb, sening nishoning sharq. Mening nishonim janub, sening nishoning shimol. Men ustunga, sen ostiga, men o'ngga, sen so'ngga qanday harakat qiladi? Asla harakat qila olmaydi. Mumkin emas. Avval gap qilmasaqmi birimizni tushunadigan. Birimizning ko'ziga qarab turib maqsadni tushunishadigan. Bir og'iz gap bilan maqsadni tushunishadigan bir ideologiya o'rtaqligimiz shakllansa, ana harakat qiladi. Shu chaqqicha sizdan umidim nima? Masalan, men bir qarindosh menda dillig'u deb mendan maqsadni so'rabdi-chu. Maqsad so'ramanglar. Qilgan gapimning o'zini tushuninglarki, aslında izohatiga kirmanglar. Ya'ni siz izohlamanglar yani. Ama buna deganlik başqa bir fikri mustabitlik emas. Yani men baştan deb kelgilik bu yerda her fikirde sizlar özgür. Erkin sizlar. Sizlar o o'zingizning normal ko'z qarashingizda turish
normal ko'z qarashingni o'tirg'i qo'yash, normal ko'z qarashingni birish erkinligiga. Men bu bir kitap o'qib o'tgan odam munosabatim bilan erkinligimga yo'q. Kechirim so'rashdim. Biz bulishga tegishlik ish. Men bir qarindishimiz xato tushunib qoldi, kechirim so'rayman debdi. Yo'q, kechirim so'rash tegishlik ish yo'q. Mening demoqchi o'g'lim ba'zi masalalarga muomala qilish qoidalarini o'rtoqlashib olaylik deyapman. Men bir narsalarni deyman bu yerda. Ba'zi tahlillarni qilma kitobni degach ketib o'tib. Bu mening tahlilim. Qabul qilish ixtiyoringlar vaqti, qabul qilmaslik ixtiyoringlar. Va sizlarmi shuningdek tahlillarni agar xohlasanglar, men boshlam deb qo'yaqliq, bugun men kitobni men o'qay desanglar, tamom. Men anglab o'tiraman, anglayman fikringlarni, ammo o fikringlarni qabul qilish qilmaslik mening ixtiyorim. Mening fikrimni qabul qilish qilmaslik sizlarning ixtiyoringlar. Agar mumkin bo'lsa bizning o'zimizga xos o'zal bir munbirimiz olsa, kunlik darslardagi fikrlarni hamma bilan o'rtoqlashib taq yozishsak bo'ladi. Talashmaymiz, yezishimiz. Talashma. Mana talash degan boshqa gap, yezish degan gap, sen o'tirib qo'ysa, na qarab, ana fikrim ma'vo ekan, mening fikrim ma'vo ekan, mening fikrim ma'vo, to'xtab tura, mening fikrimning ma'yoninki biroz eshib ketgan tarafimi qanda. Birodar menda debdi-ya, sal uyg'unda qiladi degan shaklda bir o'rtaq nuqtaga kelish kerak. Avval bizda yiliqi necha yillik bunda fikri bizga qalaymoqanishib ketgan, tikanlik shohga o'xshash bo'lib ketgan bir millatninki bir ideologiyaga kamligimiz yomon tasqirlashlar. Ideologiya o'rtaq bir nuqtaga kelmay turib, kesin paradigm nuqtasiga o'tkili bo'lmaydi. Bundan keyin biz mashtab anglashimiz hamda bunda ideologiya deymiz, paradigm deymiz. Menchi qarindoshlarimiz tushungan muhoj qilmashlarimda vadim va bundan keyin shu shaklda ma'nimiz qarindoshlar. Agar bu menishimiz muvaffaqiyatli bo'lib davomlashib qolsa. Ondan yaqda bosqichiningki siyosatlari. Bir uyg'unish bosqichining bir siyosati bo'ladi. Birisi irtijallikdan nari turish. Irtijallik degan nima bo'lsa, har qanday narsaga tayyorliqsizlam qadam olish. Tayyorsizliklam qaror berish. Tayyorsizliklam sakrablam chiqish mavbak muhim. Bundan nari turish yoki hissiyotlarni uyg'otishlardan bo'ldi qilishdan nari turish. Bizning eng cho'ng o'tkazgan xatoligimiz nima desa, atrofimizga bir 200 odamni yig'imiz, hotelda ahvol hozir bugun shu shaklda ketyapti. Bir qatimliq nutqni qattiq so'zlaymiz yoki qattiq paranglashib ömisi deb qo'pamiz tugaydi. Ya'ni hissiyot bunaqaki havasi, hissiyotni qo'zg'ablam bütün ishni qilib bo'ldik deb o'ylaymiz. Bir sorun o'tganlarning ko'zini yosh chiqarsak, shu yetidi bizgacha asli. Ashta olib qilaqliq biz. Bir sorun o'tganlarni maşallah degizalsak, eng cho'ng qilgan ishimiz bo'lib qilaqliq. Ma uyg'unishda unda ish o'tmaydi. Yo'q unda gap. Ya'ni marhala bu bosqich her harekatlarda ilmiy tadqiqot qoidasining eng inchki nuqtasiga mos shaklda mang'ish kerak. Her bir nokta birdan tadqiq qilinish kerak. Her bir nokta dars qilinish kerak. Her bir nokta muayyan uch qilinish kerak. Ya'ni ilmiy asosi bo'lish kerak har bir noktaningki. Tugudamdan da davr bizlarga hissiyotning kayniga kiriblam bir adam 10 minut qattiq jang so'zlab bersa, bizga ta'sir qilgudek, "Ha maşallah, ma bo'ldi ekanjima" deydiganlarni o'tib ketdik. Unda yani. O tuzakka endi kirsak olmaydı qarindoshlar. İkincisi, ummatni güllendirish uchun xizmat qiluvchilarga xizmat qiluvchilarning o'rtaq nuqtalaridan boshlash al-intiloq. Neda birimizga zid keladigan, ixtilof qiladigan nuqtalarni deyib chiqmay. Eng o'rtaq birlasha oladigan nuqtadan deyib qana ishni boshlash kerak. Bunun nurgun misallar ve ben kinki derslerde inşallah alma o misallarını. Bugün vakit misal kıstap kaldı. Üçüncüsü, bir mezhep yaki partiye ninki, medrese degeni ekran deyen gapçı bir ayniha deyen gap, muayyen deyen gap. Muayyen bir mezhep yaki partiye ekiminin ki nimesi götürmezlik, lafide degelik rehti, da kılavakan bir nesi var ya, rehki xat yazıp, plakat deyimiz mi Türkçe'de? Ne deyimiz? Ağzıma hikaye olmadı qarindoshlar.
Haqiqat yazıp işkenge yağaç bekitip bunda meydanlarda kötürüp durduğun bir talının var ya, ne deyimiz? Lozunka. Lozunkisini kötürmeslik deydi. Lozunkisini kötürmeslik. Dördüncüsü, ümmetninki güllünüşüge paydası olduğun, yasup deyinge paydası olduğun menfaatlik her kana tırışallık jetki kalmaslık. Bizdeki en ağır mesele. Madem bir adamdan hıyanet neyiz kılmasak, gayri maksat neyiz kılmasak, zaten muşu ümmet, muşu milletinin menfaat için bir tırnakçılık iş kıldı mı, o ne? Jetki kalksak asla ve asla bulmaydı. Bizdeki en çok kemçillik, bugün bizde birimizin iştirip atkan meseleden birisi, yakınlaşkılı koymağa meseleden birisi muşu. Yani haysu inne hadal meşru, çünkü bu plan, yani ki haysu çünkü manasında, çünkü bu plan, bu meşru tesir kılalaydıgan, tallangan kişilerden ve her ikimden, her partiye, her cemaat, böyle hakim ya ki mahkum olsun, her ihlasmellerinin işideki çıkan faziletlik, doğru yolda mangan rehberlerden bir hacet bulanmaydı. Ondan başka davetçiler ve müstakil şahıslarga ihtiyacı var. Şuna hiç kimni çetkişka asla ve asla. Hemmeden yeterlik orun tegiyor. Hatırcan bolsun buldu. Hiç kimnin orunu hiç kim iyi olamaydı bu dünyada. Hiç kimnin rızkını hiç kim iyi olamaydı. Laqad anal awan. Mana hazır vakit yıkıllaştı. Bu plan bir nurni körüdüğün vakit yıkıllaştı. Nur degeni yoruqluqni. Oygunuş basqıçı yani. Muntizim şekilde, sistemlik şekilde. Çünkü bu planın mukaddimeleri İslam çılanınki, ricalat-ı İslam degenge İslamçılarınki, ümmetinin mutefekkirlerinki hizmetlerin üzülüp bakmadı. Anal awan, vaqt yaqinlashdi hazır. Vaqt geldi. Yani saklap turuş konmaydı. Ve illa eğer bu vaqtni çang tutanmasak, oyğanğan, uşudan kelgen, yani uşunuğu keltiriş, oyğunuş, tirişçallıkları hemmesi, qurbanlıklarının hemmesi hadiren bikağa gitip kalıdı. Onun meyveleri yerge düşüp getidu. Kitidu, cehve deyin kitidu. Ve yokaydı, zaleti yokaydı. Nimişka? Ziraat terguvchilarninki, dehqonlarninki mol husul yig'digan vaqtin g'aflatda qolganligi uchun. Bugun ummat boshqa bir kallasini asroq mudirtib ko'zini ochib, nima ish oldi bizga? Nima ish kelib qoldik bu Turkiyaga? Nimda vatanga borolmaymiz? Ota-onamizdan nima ishqa aloqa qilisholmaymiz degan bir savol kallasiga kelgan payt uyg'otishning en güzel payti. Chunki biroz es hushiga kelyapti. Hatta vatan ishidagilarmi o'ylaganda bir narsani, bugun aloqamiz olmaganligini uqmaymiz. Nima ish qilib chet elga chiqib ketgan urug' tuqqanlarimiz bilan telefonlasholmaymiz. Bugungidek bir taraqqiy qilgan dunyoda beyog'iz uchra olmaymiz. Mening qizim nerede? O'g'lim nerede? Dadam nerede? Anam nerede? Nerede sarsamrab yuriydi degan bir savol bizning millatning har birisining kallasida savol belgisi paydo qilayotgan bugungi kun bizning mollusul yig'digan kunimiz. Yani uyg'otadigan kunimiz. Silkiydigan kunimiz. Hey, ma ish bekaga bo'lmadi. Bekaga kurashmayapti emas. Ma Xitoy kurashtirmayapti. Xitoy bizni tarixdan, Xitoy deb adam bormi deb andikin o'rindan turdi. Ta hozirga qadar bizning millatning kallasida bizni besib olgan Xitoydan birisi yo'q. Hukumat Xitoy va boshqarib olgan Xitoy va bizni yo'l yasab bergan Xitoy va bizga bizning vatanni beqiyotgan Xitoy va bizning kallamizda bizni besib olgan, bizga zulm qilayotgan Xitoy taq kiymaglik ma bizning millatning kallasiga. Shuni qanday qilish kerak, kirgizish kerak. Qaranglar, chet elga chiqib, ma'lum sabablar bilan turib qilib, vatanga qaytanmay, vatan bilan aloqasi uzilib, achchiq kelgan vaqtda andan keyin burun hamda ko'zni echib bir qarayamaydigan, tikilib qarayamaydigan insonlarmi bugun Xitoyning bosqinchi, ishg'oliyatchi ekanligini asta da'vatudi. Muşa hemmene degizish kerak. Hemmesi mush nuqtaga kelish kerak. Hemmesi Xitoyni dushman deydigan bir nuqtaga kelsa, ma millat yaqdadan o'tgan bo'ladi. Texe ma bugungi vaqt sahva davri.
Azırak bir kallısında gunga bir şekilde to Xitay besok ama biz ne? Bunda xalığanca bizge pasport vermeydi. Xalığanca özümüzün yurtuga kirip çıkılıp koymaydı. Xalığanca ata-anamız bilan aloqa qilib qo'ymaydi. Xitoy musho deydigan yerga endi keldi taxi. Umumiy nuqtadan yiqqan vaqtda. İnne hadal meşru yehdifu ila tanzim al-xaritat al-ma'rifiyya. Bu plan bir ma'rifat xaritasini intizomlashtirish, sistemlashtirishni maqsad qiladi. Yani avval kallımızda zaten iş nereden nerece deydigan bir okum paydo bo'lishi kerak. Ve uyg'unish iqlimlarininki tadaffuq qana qilishidan etilib chiqishdan ve o'zining nishonlariga yetishdan to'sadigan taoqqu öldürgücü fikirlerini tüp yıldızından qo'mirib tashlashni maqsad qiladi bu plan. Biz shunda bir ish qilib qolsak, kallamızda bizga to'sqinlik qiladigan bir fikrlarimiz var kallamızda. Mesela bu fikirlarning birisi ben oddiy bir deyamda balkim bu gap nurg'a odamga yoqmaydi. Mesela bugun shunda bir harakatlarga qadam ilish, mushta bir harakatlarni boshlash kepi o'g'inida mushta harakatlarga to'sqinlik qiladigan eng cho'ng narsa bunda vatanchi tildan deymi? Vatanga qaytib, vatanga xizmat qilish. Bu gap ajoyib go'zal gap. Shakli jihatda. Buni nima uchun men bu yerda xato o'rinda ifodalayman? Vatanga qaytish to'g'ri emasmi, vatan desa, mushu gapni deganlarning aynisi vatandagi vaqtda chet elga xizmat qilishni tashabbus qilayotganlar. Bu bir ish mumkin bo'lmagan vaqtda mumkin bo'lmaydigan ishni o'rtaga olib chiqib turib bir gaplarni qilish degan navbatdagi ish qilishning oldini to'sash degan gap boshqa narsa emas. Vatandagi vaqtimizda vatanda ish qilg'ili qiziq tursak, mishada bir ish qildi desa, nima deydi? Chet elga chiqib qilish kerak deydi. Xuddi vatandagi ishlarning oldini to'sgandek. Bugun endi mega chiqib bo'ldik. Endi miyada turib bir ish qildi, mamlakatni uyg'otli yoki bunda Xitoyga qarshi kurash qildi desa, vatanga kelib qilish kerak degan gap miyadagi ishning oldini to'sash. Mao mening nazarimda bu Xitoydan yoki dushmandan kelgan fikr emas, balki o'zimizning kallasidagi bir zahar fikr yani. O'zimizdan chiqqan, o'zimizni o'ltiradigan, bu afkor alqatlar deb mush ishlarga to'sqinlik qiladigan fikr. Qana to'sqinlik qiladi? Bi ihtibasihi rahinen. Bizning fikrlarimizni bizning uyg'unish fikrlarimizni go'ro'ga olib oladi. Nimishqa li tasavvurat qasira. Oddiy tasavvur. Zamon o'tgan ko'z qarashdi bilin. Zamon o'tgan degani vatanga kirib xizmat qilish deb o'ylaydi. Halbuki buning zamoni o'taglikki, bugundan keyin vatanga kirgan har qanday odam vatanda ikki putlab mengib jannat saqlay olsa ancho'n gap. Biz biladigan vatanda. Xitoy ashuni Turkiyadan kelgan chet elga chiqib 3-4 yil turib kelgan odamni vatanda normal xizmat qilib qo'yama Xitoy. Shunday bu zamoni o'tdi u gapninki. Oddiy tafakkur, oddiy ko'z qarash, inshaga kelsak, shuna qilamiz deb o'ylaydi agar eng yaxshi bo'lib qolsa, bo'lmay qolib qolsa, ya'ni shuna bir gaplar bilan bugungi ishlardan o'zini qochirish, bugun navbatda ustimizga tushgan vazifalardan o'zini qochirish yoki qilayotganlarning oldiga to'sqinlik qilish. Men bir gapni qo'shayman shayda qarindoshlar. Nima uchun o'zi qilmagan odam boshqalarning oldini to'sdi bilamizlar? Chunki bir odam yolg'iz bir ishni qilmay boshqalarning hammasi qilsa, bu odam ayblanadi. Masalan, men bir ayblik ishimdan birisi bor dey. Hech kimda yo'q, men bilan bor. O'tirg'umush yolg'iz bir ayb ishdan men o'tirib chiqib qolsam, men yolg'iz ayblanaman. O'ng tarafimdagi birini o'zimga qatib olaman, so'l tarafimdagi birini o'zimga qatib olaman. 2-3 yo'limiz, 4 yo'limiz, 5 yo'limiz ayblanmaydigan yerga kelamiz. Men ashta shundan xususan jamiyatda yomonlikning yoki passivlikning ko'payib ketishining tam bir sababi hech kim yomonlikqa amroq emas, passivlikqa amroq emas, ammo yomonlik sohiblari, passivlik sohiblari yolg'iz qolmaslik uchun ham atrofiga odam to'playdi. Yolg'iz qolmaslik uchun atrofiga odam to'playdi. Insonlar bo'lsin, bu harakat, bu xususiyat shaytonning xususiyati. Ki shayton jahannamda yolg'iz qolmaslik uchun insonlarni azdirdi ya. Shu xususiyat shu.
Şoňaşqa muhime muşta pikirlerge kesin yol vermeslik gerek. Qarasağın güzel fikir bu. Özümüzden adamlardan çıkıdı. Özümüzden her muhterem insanlardan çıkıdı. Çıkka vakti mı qanda çıkıdı desang nayt vezinlik çıkıdı bunda fikir. Nayt urguluk, mantiqilik çıkıdı. Biz bugün bir yerde faydasız bir şekilde oturuğa çıkıp koygan bilen vatandakiler kaldı. Vatandakilerini kutsalmasa konmaydı. Vatandakiler işkimasa konmaydı degan bir şekilde qayil kılarlık çıkıdı. Mahiyette ya ulardaki çönmeslik tasavvurat qasira yoki bo'lmasa vaqti o'tgan gapni deyish yoki bo'lmasa xubsizlik. Chunki qig'lamaydiganligini biladi ular. Vatanga kirgandan keyin necha yilninki kutishlar o'tib ketadiganligini biladi ular. Necha yilning nazorat bilan o'tib ketadiganligini biladi ular. Shunga insonning umri bağlaqlıq emas, bir kun bolsunma xizmat qilish kerak. Millatni uyg'otish plani hergiz kechiksa bo'lmaydi. Şoň bunda planga to'sqinlik qiladigan fikrlarni tüp yıldızdan qumurib qana tashlash kerak. Ve ilahuna mana bu yerda kitapning muqaddimi paragraf oxirlashidi. Biz muqaddimidan keyin kitapning ko'rinishlariga yetkilimiz inshaalloh. Hozirga qadar o'qiyotgan darslarimizning hammasi kitapqa muqaddime sübtida berilgan mazmun, tek kitapning asosiy mazmunlariga kirmadi. İnşallah Allah nasip qilsa, kelar qatimliq darsimizdan tortib kitapning asosiy mazmunlariga kiramiz. Bugungi darsimiz mushada oxirlasin va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.